Bismillahirrohmanirrohim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini volidalari Sobiraxon hoji aya xotiralariga bag'ishlab yozgan marsiyalaridan parchalar. Onajonim, volidai mehribonim. Onajonim, siz Dorul Fanoni tark aylab Dorul Baqoga rihlat qildingiz. Badan jismga moddiy narsalarga bog'liq bo'lgan bu tor dunyo tashvishlarini ortda qoldirib, ufuqlari cheksiz bo'lgan, hech qanday moddiy narsaga bog'liq bo'lmagan ruhiy olamga yetishdingiz. Endi men jigarbandingiz, siz azizamni jismingizga, bu moddiy dunyoga tegishli bo'lgan jonibingizga xitob qila olmayman. Endi men jigarbandingiz, siz mehribonim ila faqatgina ko'zim to'la yosh,